Markaziy Osiyo Turkiyadan yuz o'girdimi? Samarqanddagi Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo sammiti Turkiy davlatlar o'rtasidagi birlikni shubha ostiga qo'ydi. Bunday yaqinlashuv Markaziy Osiyo davlatlarini Shimoliy Kiprni tan olmaslik pozitsiyasini kuchaytirdi. Bu esa Turkiya bilan munosabatlarga ta'sir qildi. Shimoliy Kipr 1974-yilda Yunonlar va hududdagi etnik turklar o'rtasidagi to'qnashuvdan keyin Turkiyaning harbiy aralashuvi natijasida 1983-yilda tashkil topgan. Shimoliy Kipr faqat Turkiya tomonidan tan olingan. BMT esa bu hududni noqonuniy deb hisoblaydi va tan olmaslikni tavsiya qiladi. Ammo Turkiya uchun bu hudud faqat tarix emas. O'rta Yer dengizida topilgan katta gaz zaxiralari, Kiprning strategik joylashuvi, ularning barchasi Anqara uchun geosiyosiy va iqtisodiy manfaat keltiradi. Turkiya Shimoliy Kiprni xalqaro miqyosda tan oldirishga urinmoqda, ammo Markaziy Osiyo bunga rozi emas. Sababi bu xalqaro huquqlarga zid va Markaziy Osiyodagi separatizm xavfini oshiradi. Bundan tashqari, G'arb bilan munosabatlarga putur yetkazadi. Deputat Alisher Qodirov bu borada quyidagicha munosabat bildirdi. Imkoniyati bo'lmagani uchun Turkistonni bosib olishga rozi bo'lgan Turkiya, Markaziy Osiyo nima uchun Shimoliy Kipr va Qrimni alohida tarozilarga torta olmasligini to'g'ri tushunish kerak, deydi deputat Qodirov.